Eksiyelerimizni devamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Endilikli mavzumunda şu şeydiğen bir eş. Mavzu. Bugün çizsaq 2023 yıl 8. ayının 23. günü haftaki çarşamba vatandaş. Şu şeydiğen bir eş. Amerika'nın vize koyup beriş müddeti 8 günge qısqartıldı. Cüngoluklarının chet elge çıkışı barğan sıra qiyinlaştı. Mavzulu xabar 8. ayının 22. günü Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. 20 yil o'chira turib, viza qo'yib berish 1 minut ichida rad qilindi. Mana bu o'tgan bir necha oydan beri Amerikaga sayohat kelmoqchi bo'lgan jungoliqlarning ta'siratidir. Undan boshqa yana bir ahvol o'tirg'i chiqdi. Kimdir birisining Amerikaga kelishiga viza berish tasdiqlangan bo'lsa-mu, lekin muddat faqat 8 kun. Amerikada ziyorat, Amerikada sayohat qilish uchun sening vizangni tasdiqladik, viza qo'yib berdik. Vaqt faqat 8 kun. Demak, bir kun aeroplan uchdi, bir kun qaytadi, 2 kun chiqib ketdi, demak 6 kun. Tajabiga vatandaş. Erken dünya en yaman akıbetinin mümkünlüğü tayyorlik qilmoqda. Yana bir xabarni deylik vatandaşım. Mavzulu xabar 8. ayının 22. günü Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika, Yaponiya, Koreya 3 davlat başliqlari David Lager'da müdafiə kelişimi imzalab mundaq bir uçur tarqatdi. O bolsa-mu erken dünya hazır her xil işki ixtilaflarını yengib chiqib, tugutib, yüz berish mümkün bo'lgan eng yomon oqibatlarga tayyorlik qilishga boshladi. Yüz berish mümkün bo'lgan eng yomon oqibat Rossiya jungodan iborat ikki cho'ng quruqliq davlatining amaliy kuchidan kelmaydi. Belki bu yaman akıbet bu imperiyalarga hükümranlık kılıvatkan iki müstebbit Vladimir Putin ve Reis Xi Jinping'den kelidi. Bu afet, bu yamanlık bir devletin kelidi deb qaramadı. Muş devletlerge mesela Cungo'dak, Rusya'dak devletlerge hükümranlık kılıvatkan müstebbitler. Mesela Vladimir Putin, mesela Reis Xi Jinping'dek adamlardan kelidi. Bu afet dünyaya kelse hem, Cungo'ga kelse hem bu işki rehberden kelidi. Her işkilisi kar niyet geldi. Şundak mı da? Mesela Rusya kar niyet geldi hazır Ukrayna'da dene, uruş kılıvatı dene, kon tüküvatı dene vatandaş. Reis Xi Jinping zaten kanda karniyet geldi. Mesela Uygurlar meselesi de Uygur kırgınçılığı, Uygur'unu kırıp tükütüş. Karniyeti geldi, her aldı xuda. Nemeli olsun, halkara cemiyet arılış bilen hazır Uygur'un vaziyeti şu tarikada turuptu. Lekin Uygurlarını kırgınçılık kılış karniyetine 7 yıl yolu koydu. Endi hazır halkara cemiyetke nispeten aytganda Reis Xi Jinping'nin karniyeti, ya dedim mi de? Karniyeti geldi. Sakrat, içinde can talışıvatıdı. İki devlet rehberi, Prezident Vladimir Putin, Reis Xi Jinping sakrat, içinde can talışıvatıdı. Ve erken dünya bilen bir elişmakçı buluvatıdı. Erken dünya bilen bir karşılaşmakçı buluvatıdı, bir elişmakçı buluvatıdı. Hatta bu iki nefer müstebbit iki imperiyanın halak buluşuğumu pisand qilmayvatıdı. Devlet tügek bitemdi, münqariz bolup bitemdi. Bunun pisand qilmay, men demek müşruh keldim, ben sen bile elişimen. Erken dünya sen bile elişimen devatıdı. Bu eş bütün yer şarıga intayin zor. Zer belip geldi. Yani bir haber.
Cungo'nun yuqori qatlamada 7% kadr Xi Jinping'e qarshi turishga başladı. Bazı gaplar qaraganda Xi Jinping'ning salomatligida masala chiqqan emas. Xi Jinping'ning salomatligida masala chiqqani emas. Saychi, yani Beijing shahrining boshlig'i bu qatim Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Beijing shahrining boshlig'i Saychi birlikda Janubiy Afrikaga kelgan edi, vatandosh ziyoratga kelgan edi. Chiqqan emas. Beijing shahrining boshlig'i Saychi va Tashqi ishlar ministri Wang Yi hamroh bo'lib Beijingdan Janubiy Afrikaga ziyoratga chiqqan edi. Mavzuluq video film 8 ayning 22 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Bunun avtori Anyak televiziyasi. Bu nima demakchi? Kesel bo'lib qopti deydi. Hozir Anyak televiziyasi burun aktiv avangard ishlagan keyin Jungo Kompartiyasining rahbarligi ostiga tushib qolgan televiziya edi. Mushu o'zining televiziyasi hozir bu xabarni yetkazgan bir uchur ağrıp qapti deydi. Reis Xi Jinping ağrıp qapti deydi. Yani bir xabar ekranda mesela Jungo yadrosi ostida parxotidan cho'ng chataq chiqdi. Xi Jinpingning harakati benormal bo'lib o'tdi. Mavzu Jungo Kompartiyasining o'zining darvozasi oldida uning yadrosi ostida parxotidan cho'ng chataq chiqdi. Xi Jinping dil g'uldi bo'lib qoldi. 107 nafar askariy qism butunlay halok bo'ldi. Tunigan buning soni yo'q degan to'g'ri, ammo bugun bu yangi tangliklar axborot nuqtalarida bugun bu sonni 107 nafardir. Axborot nuqtalari buni obzorchisi Li Muyang. Sizlarga tanish vatandoshlar. 107 nafar askariy odam suv osti yadro parxoti bilan halok bo'ldi. Bu parxot bir yerga urilib oldimi yoki qaysi bir parxot bilan so'qishib ketdimi deb savol qo'yibdi yani buning ichiga. Endi buni qarayli. Reis Xi Jinping Janubiy Afrikada g'oyib. Birisi deydi Kesel manozir Aynak televiziyasi. Birisi deydi tuyuqsiz g'oyib bo'ldi deydi. Yana birisi deydi o o'tirolmay qoldi sababi yadro suv osti parxodi cho'kib ketdi deydi. Meningcha bu gaplarni ichida mundaq tahlil qilib qo'yaylik vatandosh. U agar kasal bo'lsa, bu ziyoratga chiqishdan burun davlat boshliqlarini doktorxona tekshiradi, maxsus doktorlar tekshirishi kerak-ku. Shundaqmi yo? Unda bo'lsa Janubiy Afrikaga borib nima kasal bo'lib qoldi? Bir kun yoki bir sotkaning ichida. Bu bir savol vatandosh. İkincisi, agar uning kayfiyati va yoki g'oyib bo'lib ketishi, so'qilib ketgan emas, cho'kib ketgan yadro suv osti parxodiga munosabatli bo'lsa, bu arzimaydi g'oyash vatandosh. Jungodak bir cho'ng davlat, shundaqli bir taraqqiy qilgan davlat, 75dan ko'chirgan bir davlatning rahbari bir parxodning cho'kib ketishi, laylab qilishi bilan munosabatsiz vatandosh. U kichkina bir hodisa. Men shunday qaradim, siz qanday qaraysiz? Qisqasi siz bu yerda savol qo'ying, hozir shu alomatlardan boshqa qo'yibdi-ku, savolni so'zlab bo'ldi-ku ketdi. Xi Jinping Janubiy Afrikadami yoki nega ketdi? Ya vatanga qaytmadi, ya Janubiy Afrikada tijorat, savdo, suhbat yig'ini qatnashmadi. Xi Jinping nega ketdi? Hozirgacha bo'lgan aralashda men savolni qo'ydim-juma, keyin qanday o'zgarish bo'ldi? Bunda xabarimiz yo'q, uni tang ko'ramiz, vatandosh. Bu ish zoda nima ish?